Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bir odam menga xat yozib, prezidentimiz Islom Karimovni nimaga doim gapirasizlar? Qachon qaramasa prezident Karimov unaqa, prezident Karimov bunaqa deysizlar. Prezidentimizni tinch qo'yinglar. Men prezidentimiz uchun jonimni berishga tayyorman deb yozibdi. Bu xatdan keyin men tushundimki, ba'zi odamlar gap nimada ekanligini bilishmaydi va bu masalada biroz tushuntirish berish kerak degan xulosaga keldim. Haqiqatdan biz muxolifatchilar nimaga doim O'zbekiston prezidentini kamchiliklarini tanqid qilganda birinchi navbatda prezidentni tanqid qilamiz. Buni men sizlarga hozir tushuntirib berishga harakat qilaman. Eng avvalo prezident degani o'zi nima? Odamlar prezident deyishadi, lekin aslida prezident degan so'zga o'rganib qolishgan va prezident so'zining mohiyatini bilishmaydi yoki esdan chiqarishgan. Ba'zi odamlardan prezident degani nima deb so'rasam, "Ya aka, bu prezident-da" deb javob berishadi. Xuddi mana bu o'zimizning klassik lavhadagi kabi. H2 o'zi nima? Ayting, o'tiring. H2 o'zi nima? H2 o'zi o'zini H2. Lekin masalaga jiddiy qarasak, prezident degani lotincha presidenus yoki presidenti degan so'zdan kelib chiqqan. Bu so'zning ma'nosi oldinda yoki to'rida o'tiradigan degan. Qadim zamonlarda prezident deb majlislarni yoki yig'ilishlarni boshqaradigan odam nazarda tutilgan. Birinchi bo'lib prezident davlat rahbari tushunchasi 1787-yili AQSh konstitutsiyasi ishlab chiqilganda kiritilgan. O'zbekiston asosiy qonuni konstitutsiyasining 89-moddasida ham aniq yozilgan. O'zbekiston Respublikasining prezidenti davlat boshlig'idir va davlat hokimiyat organlarini kelishilgan holda faoliyatini yuritishini hamda hamkorligini ta'minlaydi. Demak, prezidentimiz davlat boshlig'i va davlatdagi barcha ishlarga asosiy javobgar shaxs. Agar hokimiyat idoralarida kamchiliklar bo'lsa, bu kamchiliklar uchun birinchi navbatda prezident javobgar. Chunki konstitutsiyamiz bo'yicha davlat idoralarining faoliyatini prezident ta'minlaydi. Bundan tashqari, O'zbekiston konstitutsiyasida ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasi prezidenti bo'lish mumkin emas deyilgan. E'tibor beringlar. Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas. Bu qonun, konstitutsiyamizda belgilangan. Demak, bu gaplardan shunday xulosa chiqaramiz. Birinchidan, prezidentlik bu lavozim. Ikkinchidan, bu lavozimga bitta odam 2 muddatdan ortiq saylanishi mumkin emas. Endi prezidentlik lavozim ekanligiga e'tibor beraylik. Lavozim degani biror rasmiy xizmatni bajarish bilan bog'liq bo'lgan vazifa. Ya'ni prezident bu davlatni boshqarish ishiga saylangan odam va bu ishi uchun unga oylik maoshi to'lanadi. Xabarlaring bormi bunda? Prezidentga oylik to'lanadi. Prezidentimizga qilgan ishi uchun O'zbekiston xalqi pul to'laydi. Prezidentga qilgan ishi uchun O'zbekiston xalqi pul to'laydi. Ya'ni har oyda prezident idorasining xazinachisi unga oylik maoshini to'laydi va prezident vedomostga imzo qo'yib, xalq nomidan menga belgilangan oylik maoshini oldim deb imzo qo'yadi. Endi yana saylanish masalasiga qaytsak. 1991-yili
Islom Karimov men prezident bo'laman deb nomzodini saylovga qo'ygan va xalq uni prezidentlik, ya'ni davlat boshlig'i lavozimiga saylagan. Saylangan kunidan unga oylik maoshi belgilangan va konstitutsiyada ko'rsatilgandek barcha davlat ishlarini yuritishni unga topshirgan. Lekin xalq nomidan asosiy qonunimizda bu mansabni abadiy o'ziniki qilib olmasligi uchun ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas deb shart qo'yilgan. Islom Karimov esa o'z navbatida Konstitutsiyamizni 92-moddasida belgilangandek O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiya va qonunlariga qat'iy rioya etishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga va prezident zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman deb qasamyod qilgan. Qonunda belgilangan muddat bo'yicha prezident Karimov 2 marta 5 yildan saylanishi mumkin edi. Va u holda 91-yil dekabr oyida saylangan bo'lsa, 2001-yil dekabrida u bu lavozimni yangi saylangan O'zbekiston prezidentiga bo'shatib berish kerak edi. Hozir 2013-yil. Oradan 23 yil vaqt o'tdi. Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas degan qonunga prezident rioya qildimi? Yo'q. Prezident qonunni buzdimi? Ha. Buni gapirish kerakmi yoki ha bo'pti aldasa aldabdi, qonunni buzsa buzibdi deb indamay ketaverish kerak? Eslaringdan chiqmasin, Islom Karimov o'zi ham 91-yilda prezident qasamyodini qabul qilayotganda respublika konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga qasamyod etaman deb qasam ichgan. Lekin u konstitutsiyamizni, asosiy qonunimizni buzdi va qonunga rioya qilmadi. Surunkasiga 2 marta bir odam saylanishi mumkin emas degan narsani buzdi va hozir surunkasiga 4-marta o'tiribdi va ko'rinishdan yana surunkasiga 5-marta o'tirish niyati bor. Men sizlarga aql o'rgatmoqchi emasman. Faqat o'ylab ko'rishga chaqiraman xolos. Shu ish to'g'rimi? Axir bir o'ylab ko'ringlar. Agar davlatni birinchi odami prezident qonunni buzsa, qolganlar ham shunday qilishga haqli bo'lib qoladimi? Bo'lib qoladi. Agar e'tibor bergan bo'lsangizlar, Karimov qonuniy o'tirgan vaqtda 2000-yilgacha O'zbekistonda iqtisodiy rivojlanish juda yaxshi ketayotgan edi. Lekin Karimov noqonuniy prezidentlikni ushlab olgandan keyin O'zbekiston kundan kunga rivojlanishdan qolib ketishni boshladi. Poraxo'rlik va davlat pullarini o'g'irlash kundan kunga ortib ketaverdi. Nimaga shunday bo'ldi? Bunga sabab barcha davlat xodimlari ham noqonuniy ishlarni qilishni boshlashdi. Va qonunni buzishdan davlatdagi barcha davlat xodimlari qonunni buzishdan qo'rqishmay qoldi. Chunki hech kim ularni insofga chaqira olmaydi. Agar birov, "Ey, sen nima qilyapsan, qonunni buzyapsan" deb aytsa, ularda javob tayyor. Prezident buzgandan keyin men ham buzaman-da. Oldin sen bizni boshlig'imizni insofga chaqir, keyin bizga gapir deydi. Bunday sharoitda prezident uchun bitta yo'l qoladi. U atrofiga qonunga va qonunbuzarlikka e'tibor bermaydigan odamlarni yig'ish kerak va shunday odamlarni davlatdagi barcha lavozimlarga qo'yish kerak. Va shunday qildi ham va natijada davlatimizda qonunbuzarlik kuchayib ketdi. Yana bir narsa, davlat rahbari qonuniy yoki noqonuniy ekanligi masalasida xalqaro tushuncha bor. Bu tushuncha legitimlik tushunchasi bilan ifoda etiladi. Legitimlik degani bu ham lotincha so'z legitimus so'zidan kelib chiqqan va qonuniy yoki qonunlarga rioya qilingan holda degan ma'noni bildiradi.
Xalqaro siyosiy amaliyotda siyosiy legitimlik degani davlat rahbari qonuniy rahbar, ya'ni qonunlarni buzmay saylangan rahbar deyiladi. Bu qoidalarga rioya qilgan holda O'zbekiston prezidentiga nazar solsak, unda u odam legitim emas, ya'ni qonuniy emas. Agar davlatimizga qonuniy prezident saylamasak, davlatimiz rivojlanmaydi va bizni qonunga rioya qilmaydigan davlatimiz bilan aloqa qilishga tayyor bo'lgan davlatlar soni kamayib ketaveradi. Chet ellik ishbilarmonlar ham o'z sarmoyalari bilan bizga hech qachon kelmaydi. Chunki ishbilarmonlar biladi, qonunga rioya qilmaydigan davlatlarga ishonch yo'q. Demokratik davlatlarning qonuniy rahbarlari esa noqonuniy prezidentlarga umuman qo'l uzatishmaydi. Bir e'tibor berib ko'ringlar, oxirgi 10 yil ichida bizni prezidentimiz qaysi davlat rahbarlari bilan uchrashyapti va kimlar unga qo'l uzatishyapti. Men bu gaplarimni prezident Islom Karimov ustidan kulish uchun aytmayapman. Men bu gaplarni faqat vatanim manfaatini o'ylab gapiryapman. Agar biz O'zbekistonga yangi va qonuniy prezident saylamasak, O'zbekistonning kelajagi bo'lmaydi. Rivojlanish bo'lmaydi. Xalqimiz orzu qilgan chiroyli va to'qchilik zamonlari kelmaydi. Endi bo'lar ish bo'ldi. Bu bo'lib o'tgan noto'g'ri ishlar yana qaytarilmasligi uchun bu ishlarga albatta siyosiy baho berishimiz kerak. Lekin qilingan xatoni to'g'rilashimiz kerak. Bu xatoni to'g'rilash uchun 2015-yili bo'ladigan prezident saylovlarida yangi davlat rahbarini qonuniy saylashimiz kerak. Qonuniy deganda erkin va ochiq saylov bo'lishi nazarda tutilgan. Xalqimiz ko'p nomzodlardan eng munosibini saylasin. Butun dunyo ko'rsin, bizning yangi prezidentimiz qonuniy va xalq ishonchiga suyangan prezidentdir. Lekin yangi prezident yana mansabini o'zlashtirib olmasligi uchun biz O'zbekistonda haqiqiy demokratik munosabatlar yaratishimiz kerak. Erkin gazetalar bo'lishi kerak, erkin televideniya, erkin faoliyat ko'rsatadigan muxolifat bo'lishi kerak. Va ular prezidentni va davlat xodimlarini tanqid qilish kerak va ularni tanqidiy ko'z bilan nazorat qilish kerak. Va bu bilan davlatning ishi to'g'ri yo'nalishda ketishi ta'minlanadi. Yangi prezident saylangandan keyin esa birinchi prezidentimizni ham xafa qilib qo'ymaslik kerak. Nima bo'lganda ham bu odam tarixga birinchi prezidentimiz bo'lib kiradi. Agarda birinchi prezidentimiz 2015-yili saylovlarida qatnashmasa. Lekin agar Islom Karimov yana 5-marta surunkasiga prezident bo'laman deb yana majburan o'zini saylatsa, bu ishi yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. U holda vatanimizni siyosiy va iqtisodiy halokat kutadi. Men shunday halokatni boshqa ko'p davlatlar misolida ko'rdim va shuning uchun ham buni oldini olish uchun qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Bu yerda gap Islom Karimovda yoki menda emas. Gap millatimizni va davlatimizni kelajagi haqida. Noqonuniy rahbarlik O'zbekistonimizni parchalanib yo'q bo'lib ketishiga olib kelishi mumkin. Buni oldini olishimiz kerak va buning uchun yangi qonuniy prezident saylashimiz kerak. Shunaqa gaplar xulosa qilish sizlardan. Xayr, men Po'lat Axunman. Vatani uchun jon kuydirgan bir o'zbekman. Vatanim O'zbekiston demokratik va mintaqamizda har tomonlama yaxshi rivojlangan peshqadam davlat bo'lishi uchun ish olib boraman. E'tiboringiz uchun rahmat.